Dunyodagi eng taniqli bo'lgan va to'g'ri ma'lumot beradigan Xiaomi kameralarini yarim naqdga qo'yib qo'ysam, jabrlanayotganlar, poddeshga qilib turasizlarmi yoki krisalarni ko'tiga qurt tushayotganini ko'rib o'tirasizlarmi? Hozir krisalarni ko'tiga qurt tushadi, yo jabrlanayotganlar rahmat o'radi. Aynan shu turdagi kameralar o'zini ofitsial saytida 1 100 000 dan 1 400 000 gacha sotishyapti. Taxmin ko'ringlar. Men bu kameralar narxini sizlarga necha pulga arzon qo'ya olaman? Kameralar shunaqa robot ko'rinishda, ikkalasi ham двойной kamera bo'ladi. Shunisini burchak joylarga o'rnatiladi, bunisini xohlagan joylarga qo'yaverasizlar. Buni o'rnatish uchun usta chaqirish kerak, sim tortish kerak, rotor olish kerak degan narsalar yo'q. Wi-Fi ga ulasanglar bo'ldi. Bu robotlar 2,5K tiniq formatda tasvirlarni uzatadi. Pastidagi kameralar ma'lum bir joyi videoga olsa, tepadagisi 360 gradusda harakatlanib, odamlarning harakatidan hayvonlarning harakatigacha tiniq namoyish qilib beradi. Aynan shu robotlar haqida to'liq ma'lumotlarni opisiyanida qoldiraman. Hozirgi kunda shunaqa kameralarni o'rtacha 1 100 000 dan 1 400 000 gacha sotilayotgan paytda faqat va faqat podpiska bosib qo'yganlar uchun bor yo'g'i $49 qilib beriladi. Qidirib yurmasdan dumini bosib qo'ymoqchi bo'lsangiz kalamishlarni, bosib qo'ying podpiskani.